Puli qancha turadi deysiz? Mana shunaqa xunojillar hozir. Endi hozircha mana shu xunojillar Taxminan sal kichikroqi o'rtacha 6 million atrofida bo'ldi menimcha. 6 million atrof. O'zi qon to'yganda biladi, chiqib suvni ichmashga chiqib yotadi, salqinga bo'ldi. O'zi mana shu salqinda biladi, qornini to'yg'izib yotadi. Hurmatli do'stlar, obunachilar, shu YouTube'da mana ajoyib olam deb kanal ochib, ukamiz yangi ish boshlab videolarni chiqarib, kanallarni faoliyatini yurgizyaptilar ekan. Videolari foydali, yaxshi, o'zlari chiroyli qilib sharhlar ekan. Xuddi mendek deyarli sharhlashga kelib qoldilar. Shu qiziq bo'lsa shu kanalga o'tib, obuna bo'lishingizni xohlardim, iltimos qilib qolaman. Obuna bo'lib, mana podpisatsiya bo'lib, videolarga like bosib qo'ying. Kommentariyalarni mana ko'ring. Hammalarga, odamlarga ma'qul bo'layotgan, foydasi tegadigan motivatsionniy, chiroyli roliklarda o'zlari gapirib, tushuntirib o'tishyapti ekan. Kanallariga omad tilab qolamiz. Kanallarning silkalarini videoning kommentariyasida, boshida videoning opisaniyasida qoldiraman. O'tib, obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilardik. Shu ukamizni ham ishlariga rivoj tilab qolamiz. Marhamat do'stlar. Yomoni yo'q bilan işte kelganlarni. Kelganlarning ichida yomoni yo'q. O'zi yomon mol o'zi jo'natmaydi asli yo'qdan. Qarov, yaxshi bo'ladigan bo'lsa hamma mol o'zi beradigan beradi bana. Va, hech qachon u yoqdan yomon naqali jo'natmaydi. Yo'q, kelishi mumkin. Endi u yog'i bizga ham masalan TikTok oyog'i olib qo'ygan yo'sa yo'qmi? Kelganda o'zimiz ko'zlarsini qilib, boshqasini qilib, hammasini o'z o'rniga qo'yib qo'yganmiz. Zoti lekin yaxshi toza keladi deyapti. Hammasi ham yaxshi. Bu bolani ham bor narsasini o'rnida beradi. Masalan, mana shu kelgan bo'lgan 4 yil 5 yil bo'lgani bor ichida. 4 yil 5 yil kelgani ham bor. Bo'ldi. Endi bitta qo'ygani, endi ulardan masalan u ham bermadim deganda, qarov yaxshi bo'lganda 27 litr sut beradi mana shunga. 27 litr? Qaysi biri? O ikkinchi yotgan tomonda. O nari tomonda yotgan, ikkinchida yotgan. Nargisi bor, shuni bolasi. U ham 30 litr kam bermagan, voqib bergan. Bolasi ham katta bo'lib tug'di. U bolasi tug'ib, bolasi ham o'zi 3-sinfda tug'di. 3-sinfda tug'di. Menimcha shunaqa bo'ldi. Voy, mana qarang shunaqa. Uncha fermerda uchratmaganmiz, bitta molni boqib, mana menda 4 ta tug'di. 5 ta tug'di degani juda kamdan kam bo'lardi. Endi hamma ham yaxshi mol doziga olib qoladi baribir. Zot ko'paytirish uchun, boshqasi uchun. Endi bizda ham shunaqa bo'lgan. Gap yo'q. Assalomu alaykum. O'zimizning qadrli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Islom Jo'rayev va siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, mana bugun ajoyib joyga keldim. Simental boqa degan akalarimizning oldiga kelib, shu joydan ozmi ko'pmi bir chorvachilik haqida oz-moz ma'lumotlarni berib, bir chiroyli video qilmoqchimiz. Marhamat do'stlar, agarda videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta videolarimizga like bosib, yoqmasa dislike bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Mehmon bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hozir mana qisqacha shu Bahrom akamizdan so'rab surishtirib bilamiz. Bu mollar umuman tabiati qanaqa? Bu Bahrom akamiz o'zlari hozirgi kunda talaba ekanlar, Rossiya Federatsiyasini o'qir ekanlar-da. Hozir mana dam olishga kelishgan paytlarida bir so'rab bilamiz. Nima bo'layotgan, nima qilayotgan. Xo'p, bu mollarni ko'rib turibmiz. Qarovi eng yaxshi qarovlardan bittasi. Chunki uncha fermerda mollarimiz bunday yaxshi holatda turmaydi. Ya'ni semizligi, eti, mana yurish-turishi, yeb ichishi ham yaxshi ekan. Ozuqadan qizg'onishmas ekan. Ular sut berayotganmi, qanaqa bular? Endi ichida bo'g'ozlari bor. Masalan, bularning shu qornidagi bolasi 7 oylik bo'lganda o'zi qo'yilgan sanasi yozib qo'yiladi daftarga. 7 oylik bo'lganda o'zi 2 kunda bir marta sog'iladi, 3 kunda bir marta, sekin bir 15 kunda chiqarib oladi. Endi bunday qonday bolasi rivojlantirish uchun, yaxshi boqish uchun undan keyin. Masalan, tug'ishiga undan keyin tuqqandan keyin o'zini yaxshi o'ynab olish uchun. Endi shunaqa qilishadi. Sekin sutdan chiqadi. Shu yaqinlari bor. Qolganlarini ekishni endi bular hozir ko'payadigan vaqt kelyapti. Misol sutdan boshqasi ham sezlab qo'ygan. Aparatlari bor, boshqasi endi molxona yangi bo'lgani uchun bizcha unga yo'lga solganimiz yo'q hozircha joylarni boshqasi. Bu yerga yangi molxonaga ko'chirishgan, shuning uchun
aytishyapti. Mana o'zi nima bu? Katta semiz bu bo'g'ozmi? Bular bo'g'ozmas, qonni to'q. Hozir Buni qorni to'qmi? Hammasini qorni to'q bo'lgani uchun. bu hali tug'magan, xunojim. Bu xunojimi? Hali to'qmagan. Bularning kattasi mana shu. Xunojim bo'lib turib kattasi shu. Sekin xoshga. Qonni to'qligini qarang. Mashayu haqiqiy. Oxirini to'ldirib solamiz. To'ygani sekin-sekin suv ichib chiqadi. Tagini ham tozalab olayapmi? Tagi quruq turgani uchun mol o'zi yumshoqni yotadi qilib o'zi sizga to'shakka o'xshatdi. Chiqib yotadi joyiga. Ha, zo'r. Yomon. Yo, qarov yaxshi. Eng muhimi mana ozuqasi yaxshi, to'yib mollar xotirjam, mazza qilib yotishibdi-da. Qarov yaxshiligidan. Bular hozirgi kunda endi ko'payishib, ko'proq shu bo'g'oz bo'lgan deyapsiz-da. Spirit xudo olsa bir 2 oy orasida tug'adigan mol. Mana 2 oy orasida tug'adigan. Shunaqa. Xudo xolasa. Bir kunda bularga nima beryapsizlar? Endi mana haligini ham aytib qo'ying. Nima deydi? Ertalabda Veterinar doktor deganingizni nimasini o'qib kelgandan ko'ra ertalab shu to'xtali o'zi to'riladi. Tursa mollar sog' o'zi bir xil vaqti bor har kunga sog'lash. O'zi hamma fermerda ham bir xil bunaqa. Aha. Sog'ladi, sog' bo'lishiga orqasidan kepagini yemini o'zini belgilangan kilogrammda boshqasiga o'lchab solinadi. Orqasidan keyin somon beramiz. Somon suv o'zi nima bo'lsa kerakli narsalarni yetab berib qo'yamiz. O'xir to'lib turadi. O'zi yeb to'yib, mollar chiqib o'zi suv narsa bo'lgancha o'xirda o'tiradi. O'zi qon to'yganini biladi, chiqib suvni ichmasga chiqib yotadi salqinga mollar. o'zi mana salqinida biladi, qornini to'yg'izib yotadi. Ustini yomon qilmaydi, o'zi quruq joyga borib narsa qilib yumshoqqan joyga yotishadi. Shu ustilari ham top-toza chiroyli turishibdi. Cho'miltirib ham turasizlar bilan? Mana shunaqa endi hozir bir hafta 10 kunda bir ertalab kana panasiga Dori qilib yuvintirib qo'yasiz. Dorilashtirib yuvib turiladi. Bu mana marshamiz shu yerda tug'ilib katta bo'lganmi? Nargis shu yerda tug'ilib katta bo'lgan. Shamol katta tik turgan. Yo'q, u yoqdan kelgan. U yoqdan kelgan. Orada haligi bo'lib. U yoqdan kelgan, shu yerda hozircha. Shu yerda. Endi yaqinda kelganda bular. Ha, yaqinda kelganlar. O'sha O'sharafast. Ha. Nargis yaqinda tuqqan yotgancha sal o'zini o'ylash qiyin bo'lsa, mazasi qochganda endi sal tuzalib qoldi. Endi hozir yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Necha kilodan yem yeyapti? O'rtacha hozir 5 kilo, 6 kilo beramiz. Endi vaqtida u yoq ustida. Kepak kunjara? Kepak beriladi. Kepakni kunjara beramiz. Agar u kepak berilmasa, ko'rim beramiz. Ko'rim bor. O'zini haligi mollarga beradigan bunaqali prislar chiqarilgan ko'rim bo'ladi, o'shanaqasidan. O'shanadan beramiz. Bir mana 2,5 kilodan beryapmiz hozircha. Endi hozircha kunjarani 2 kiloga qo'yamiz. Endi xudo olsa yaqinda hammasiga kirib olinadigan bo'lsa, o'zini suti bilan ham yopib tashlaydi yemini. Masalan, shu yem bermagan kuningiz uni da bilintiradi. Masalan, oz beradi. 100 litr, masalan 10 ta 15 ta moldan 100 ta 150 ta olayotgan bo'lsangiz, yem bermagan kuningizni o'ziga ertasiga 60-70 taga tushadi. Yemni o'rni boshqalari mollar. Baribir yesa keyin beradi-da bu mollar. Hech qaysi mol ham hamma narsamizni yesa beradi. Bo'lmasa yo'q. Qaror bo'ladi. Ha, buni nima olib kelib boqish umuman foyda bo'lar ekanmi, bo'lmas ekanmi? Foyda boqishi bilganga foyda beradi. Chunki ko'pchilik olib kelib fermerlar haligi aytadiki, mana zarariga sotdim, boshqa deydi, kreditga qimmat kelgan deydi. Olib kelib sotadigan bo'lsa, da, конечно, bir zarar qilishi mumkin endi. Olib kelib sotsa zarar qiladi. Masalan, boqib, masalan, ko'pchilik olib keladi. Yeyishiga chidolmaydi ularni. To'g'ri. Bersangiz beradi. Masalan, qancha qonni to'yguncha beramiz, o'shani berganingizdan ko'ra foydasini ko'proq chiqarib beradi. Qachonki bersangiz foyda qilasiz. Oz berib turib, molni qonni yetarlichasini bermasangiz, mol ham shunga yarasha foyda bermaydi. Aytaylik, o'sha 10 minglik yem yesa 20 ming qaytaradi, chiqarib beradi sutidan. Yem yesa undan ko'proq chiqarib beradi. Yem o'rnida bildiradi. Yemsiz bu mollarning sutini ham, boshqasini ham o'zi o'rnida berib bo'lmaydi. Bular bo'g'ozligida keladi. Bo'g'ozligida keladi shu 3 oylik kamida, bu yo'q 7 oylikgacha. 7 oylikdan bo'lsa mol kelishda bolasi tushib qolish xavfi ko'proq bo'ladi. 3 oylikdan oldin qonida bolasini borligini bilish qiyin. Endi bular shu 3 oylik shartnomasi shunaqa bo'ladi.
Ha, aniq bo'g'ozligini bilib 3 oydan 7 oygacha bo'lgan oraliqdagi bo'g'ozlari keladi. Tushunarli. Yotgani joy qidiryapti. Bular taxminan necha puldan to'g'ri kelgan, masalan, so'mda o'sha kelayotganliklari yoki hozirgi kunda masalan necha pullarga to'g'ri kelayotgan. Men bilardim 26 oxirgi marta Kosonsoyda gaplashganimizda tan narxi 24 million bo'ldi, 2 million so'mdan yo'l kira deganday qilishdi-da. O'shanda 26 million bo'ldi-da. Endi biz bular olib kelgan paytimizda dollar narxida bu mo'ljallar olib kelingan. Endi u aniq esimda yo'q. Keyin u qog'oz bozor narsalariga kattalar qilishadi narsalarni. Men juda ko'p ham ishim bo'lmaydi. Endi haligi bo'lgan paytda endi hozir bilishim bo'yicha menimcha so'mda ajratilyaptimikan, shu aytgan narxingizda bo'ladi hozir. Undan qimmatroq bo'lishi mumkin. 27 millionlarga to'xtaydi taxminan. Lekin undan oz emas. Ularda olib kelish uchun bunday narsa ham bor, qarang. Aytaylik, mana shu davlat tomonidan olib kelsangiz, qanchadir so'mni subsidiya degan narsalari ham bo'ladimi? Ha, davlat to'lab beradigan joyni naslchilikdagi rivojlantirish, o'shanaqa ko'maklar. Men bilmayman. U aniq emas. Hujjatlarini dadamizlar o'zlari tayyorlashgan bo'lsa, kattalar tayyorlashadi. Ha, bo'ldi, tushunarli. Nima qiladi? Lekin anqalay hujjat ancha yugurib bilan to'g'rilab olinsa, muammosiz pul o'tgan haligizda o'zi 40 kunga qolmasdan ular yetib keladi. 40 kunda yetib keladi. Ular u yoqdan o'zlari mashinada olib kelib tashlab ketadi, dastlabki. Shunaqa hammasi ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi, to'lov yetib kelishi bilan ichida bo'lar ekanda, to'lov. Do'stlar keladi ular. Sizlarda sotiladigani yo'q-a? Hozircha yo'q. Yo'q, sotuvdi. Menimcha yo'q. Bollari masalan ko'paygandan keyin bollarni sotasizlar-a? Endi har yili endi masalan ehtiyojga qarab shu asosan bu qoladi. Xunojinlarning iloji boricha hammasini olib qolishga harakat qilishadi. Xunojinlarni olib ko'paytirasizlar, endi buqasini berib yuborasizlar, sotilaveradi. Har yili shunaqa. Hozircha sotuvda yo'q, do'stlar. Agar bu qoladigan bo'lsa, xabarlashib turamiz. Xabarni bersa, biz ham e'lonni beramiz. Xunojinlarni ko'proq o'zlariga nasl olib ko'paytirishga buni olib qolinar ekan. Novvoslari ketadi. Endi bularda urug' qo'yib, ya'ni urug'lantiriladi. Ha? Ularni o'zini urug'idan qo'yiladimi, simentaldan? O'zini yo'nalishdan qo'yiladi. Boshqa yo'nalish bo'lsa hech kim bilmaydi qanaqa tug'ilishi. Masalan, bizlar bu yo'nalish ham go'sht, ham sutga. Ham go'sht, ham sut yo'nalishi bu. Go'sht yo'nalishi ham bo'ladi-da buni. Go'sht yo'nalishi buqalari juda yaxshi o'zgaradi bular. Boqsangiz oddiy, masalan, siz kepak yeb yurganda mashmonlar ichida yuradigan bo'lsa, o'ta tez semiradi ular. O'zgaradi. Oddiyroq oziqa yesa ham juda yaxshi semirib o'zgaraveradi. Endi yoshlikdan yemlaydigan paytigacha juda yaxshi o'zgaradi, boquvi yaxshi bo'ladigan bo'lsa. O'sishi yaxshi, o'ziga demak ves olishi yaxshi bo'ladi. Prives degan narsalari bularda o'sha go'sht yo'nalishidagida zo'r bo'lar ekan. Endi boshqa galishdagilar endi u galishdan faqat sut novvoslarni semirtirishgan bo'ladi. Ha, go'shtda endi to'g'risi bozorga chiqib qolsa ham endi hazillashib aytardi-ku, suyak sho'rvaga ekan mana uni. Endi katta bo'yi 2 metr oshiq, qarasangiz go'shi yo'q-da. Novvosni tishini sanasangiz 6 ta tish chiqadi, hali kurak tishi degan. Ko'rdingiz, hali tug'magan. Hali tug'magan holati qanaqa? Sutni qancha, necha litr? 20 litrdan o'rtacha berdi dedingiz-a? Boquvingizga qarab beraveradi. Qaysidir biri masalan 30 litr bersa, qaysidir biri 15 litr berib, o'shni qilib 15-16 bo'lib, o'rtacha, ya'ni 20 ta molnikini 400 litr deb hisoblab shunday bo'lganingizda 20 litrdan sut berayotgan ekan endi bular. Yaxshi sut bergan paytda. Apparatda sog'iladi kuniga 2 mahal. Kuniga 2 mahal apparatda sog'ib olinadi. O'zi vaqt kelganda mollarni o'zi bezovta qiladi. Ha, o'zlari aytadi. Kelib o'zi mayga navbatiga turib olishadi kerak emas. O'z joyini bilishadi. Qiyincha yo'q, ortiqcha qiynamaydi mollar. Keyin juda tabiatdan yuvasha bular, bir-biriga alik qilmaydi. Kichkina bola ham o'ynab yuraveradi. Bir e'tibor. Bir-biri bilan ovqat talashib suzishmaydi ham. Endi ovqat yeyotganda hammasi ham bir aliga qiladi-yu. Lekin bir-biriga suzishi o'zimizni jaydar mollarga o'xshagan haligisi yo'q.
Mana ko'rish boshqasi yuradi bu yerda. Bir-biriga ilishi yo'q, boshqasi yo'q. Qo'yib yuborsangiz yuraveradi. bosib. Hozir narigi tarafda bolachalar bor ekan, bolachalardan ham ko'rsatamiz. Bu orqaga qarab zadniga beryapti buni bitta buzoqchamiz. Bular shu yerda tug'ilganlari. Necha oylik? Bular har xil. 4 oylik, 5 oyliklari bor. Eng kattasi 9, 8 oylik. Eng kattasi chiqadi. Eng kattasi 8 oylik. Lekin etlari yaxshi ekan bularni ham. Yoshlar chiroyi yaxshi o'zgardi. Chiroyli-da haligi. Xunojinchasini bunaqa qilib boqayotganlarni men to'g'risi ko'rmadim. Ko'p fermalarga bordim. Xunojinchalar shu darajada ham yaxshi, etini yaxshi qarab mana. O'zgarish bilan talab qilinadigan sut chiqadigan paytigacha kasal qilmasdan olib chiqib olib, undan keyin yeydigan narsasi kepak beda. Boshqa narsa yemaydi bular. Undan keyin ortiqcha narsa yemaydi, kepak beda. Kelib, sekin o'zi gavda kattamoq o'xshaganidan undan keyin boshqa narsa yemaydi. Mashina necha oylik bor deysiz? Mashina 8 oylik bo'lib qoldi menimcha. Eng kattasi 8 oylik. Ha, mana shu eng kattasi 8 oylikka borib qoldi. Hozir o'sgan buni orada bir mazasi qochib qoldi buni. Puli qancha turadi deysiz? Mana shunaqa xunojinlar hozir. Endi hozircha mana shu xunojin taxminan nimadimi sarkish shirog'i o'rtacha 6 million atrofida bo'ldi menimcha. 6 million atrofida. Tashqarida yurgan kichkinalari. Ha, o'shanaqalari 6 million atrofida. Endi bu kaltalar o'shanga hozirda hisoblanda 7 million oshiq. Hozirgi bozor kunida bilmayman, zotiga havola 8 millionga ham borishi mumkin, a? Bu 7 millionga beradigan emas. Yo, bu beradigan emas. 7 million oshiq deyman. Agarda o'zi chaqiladigan bo'lsa, hozir menimcha kilosi ham 45 mingdan past bo'lmasligi kerak. Tirik vazniga. Tirik vazniga. Misol. Endi bularni gavdasiga qarab, sal kichikroq bo'lsa tirik vazniga. O'shanda ham hozir tashqarida yurgan turo'yli deyotganini hech bo'lmaganda bir 7 million oshadi agarda. Ha, kichkinasi ham tirik vazniga qo'yib bersa ham. Tushunarli. Yana baribir zotdor-ku, o'sha yog'i ham bor. O'rtacha shu sutdan chiqadigan payt 100 kilo sutdan chiqadigan 100 kilo oshib bo'ladi, yaxshi bo'lsa. 100 kunda 100 kilo bo'ladi. Kuniga o'rtacha 1 kilodan qo'shadi. 1 kilo oshib kitobida o'zi dadam o'zlari qiziqib ko'radilar, masalan, kitoblari bor-da. Aha. Hechdan chetdan aniqlarni boqadigan, o'tirib o'qiydilar. Yaxshi normasida boqadigan bo'lsa, kuniga 1 kilo oshiqmidi, aniqini bilmayman, lekin shunga yarasha qo'shadi. Prives qo'shadi. Bular o'zlari ham katta tug'iladi-da bular. Masalan, kecha kuni oxirgi tug'ilganini o'zim o'lchab ko'rdim, qiziqishga qo'lda ko'tardim. 52 kilo tug'ilgan. 52 kilo tug'ildi. Tug'ilganda chiroylikdan tug'ildi. Buqami xunojin? Xunojinmi? Bo'ladigan bo'lsa, novos undan ham katta bo'lishi kerak. Novos suyagi sal baquvvatroq bo'ladi hozir. Tug'ilganda 52 kilo tug'ilibdi, qarang. Oxirgisi. Oxirgisi. Yashan gap yo'q. Ko'paytirishga boqilayotganlari mana. Bizda ham shunaqa zotdor mollar ko'payib ketsa, mana shunaqa boqinglar, ey. Hammasi xunojin. Yaxshi qarab aytsan, hammasidan ham baraka topadi. Hammasidan ham baraka topadi. Uy sharoitida boqsa ham bular uy sharoitdan bermadim deganda shu 15 litr sut beradi-da bular boqiladigan bo'lsa. Ha, yo'q deganda 15 litr sut beradigan bo'ladi. Bular ham go'sht, ham sut yo'nalishidagi mol bo'lgani uchun-da. Bular do'mboq qanaligilar. Bular yaxshi taraf aytishyapti mana. Juda bosiq. Hatto boylanmaydi sog'ilayotgan paytda ham. O'zlari navbati bilan kelib, enalari ham sog'adigan paytda o'zlari navbati bilan kelib turib olishar ekan. Navbat bo'ylab. Birov oldiga kelib surishib, tiqilishib yurmas ekan. Birov yerda bir joyda ovqat yedimi, o'sha joyini bilib, kelasi safar ham o'sha joyda ovqat yer ekan. Ya'ni hech qachon o'rni ham almashib qolmas ekan. Mana bo'sh yuribdi. Katta enalarni aytyapmiz. Bo'sh yurgan bo'lsa, bir joyga borib, o'zini joyi masalan birinchi boshida kelib boylangan, ozgina boylangan joyda bo'lsa, o'sha joyni bilar ekan. Keyingi safar ham har safar o'sha joyga borib ovqat yer ekan. Masalan, oxirida to'lib ovqat bo'ladigan bo'lsa, hech qaysi talash yetmaydi. Talash yetmaydi. Talashadi, qorni to'yadigan darajada yemi varigisi bo'lmasa. O'zi qorni to'ymasdan doim och yurgan bo'lsa, siz aytgandek talashib, bular ham sekin yo'q o'ylashni boshlaydi. Bo'lishi mumkin. Hech qachon bir hali yaqinmaydi masalan. Sizlarda unaqa bo'lmadi. Endi oxiri to'lib masalan doim qonni to'xtiradigan bo'lsa, hech qaysi bir-birini talashmaydi hech qaysi. Bu joyga solib qo'ysa, o'sha yerda yeb, narsa bo'lib, qonni to'yib, o'zi chiqib yotadi joyiga suv bilan ichib.
ko'chaga bedadalarga 1-2 marta haydashgan ekan. Enalari yoqib qolibdi ekanda har kuni ertalab turib darvozani oldiga kelib olishar ekan. Ko'chaga chiqamiz deyish. Odat bo'lib qoladi. Odat bo'lib qolar ekan, o'rganib qolar ekanda va ko'kotni mazasini bilib, yaylovda yurganini bilib, keyin haliga ko'kot yelib ko'chada aylanimda ko'proq yursa, sutni ham ko'proq beradimi? Endi doimiy u asosan ortiqcha o'zgarish bo'lmaydi. Narxini molda o'zi qonni to'ktirib, hali bir aylanib oyoq chigal yozdi bo'ladi. Ha, chigal yozdi bo'ladi. Chiqarib turgan ham yaxshi. Yaxshi yashang. Xullas mana shunaqa gaplar do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bizdan bundanda yaxshi videolar kutib qolishingizni so'raymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.